Turib olamiz endi. Charchabman. Mana turdik. Tashqariga chiqishimiz kerak endi. Chiqdik. Chiqish. Eshikni yop. Ketdik. Qishloqning oldiga boramiz. Qishloqqa yangiliklardan bormi? Ha, bor. Qoch tez. Nima uchun qochaman qishloqqa? Nima uchun? Eshitmadingmi? Bizni qishloqqa Herobrine bostirib kelyapti. Nima? Herobrine? Herobrinni men o'ldiraman o'zim. Ko'rasan. Demak, bizga olmos asaha kerak bo'ladi va biz ularni kiyib olgandan keyin sizlar bilan bog'lanaman. Mana kiyib ham oldim va biz ketdik. U menimcha mana shu tomondan kelyapti. To'xta. Bu tomonni bir ko'rib qo'y. Ha, narigi tomondan ekan. Bo'pti. Musiqani eshitinglar endi. Mana yetib ham kelib oldik. Mana tepada obsidianlar uchyapti. Demak, shu yerdan ana ko'rinyapti. Mana bilasizlar, u Minecraftdagi eng kuchli mob hisoblanadi. Oltin olmani olamiz va qalqonni olamiz. Chunki u portlatib olishi mumkin. Yeb olamiz va biz jangga tayyormiz. Ketdik. Qani? Ana u biz tomonga kelishni boshladi. Qochishimiz kerakmi? Yo'q, urushamiz. Yo'q. Hatto qilichim unga tegmayapti ham. Ye. Demak, bizni bir choramiz unga tuzoq qo'yish bo'ladi, lekin tuzoqni qo'ya olamizmi? U bizni ortimizdan tinmasdan kelyapti. Va u obsidianlar juda ham qattiq portlayapti. Uning yordamchilari ham bor deb eshitgandim. Kelib qolmasa bo'ldi. Ko'zi oq zombilar. Chaqirmasinda. Qani, qochish kerak. Qoch. Yordamchilari keldi, yordamchilari. Qochish kerak bu yerdan. O'ylayapman-ku. Qoch. Rostdan ham Herobrine meni yutdi. U Minecraftdagi eng kuchli mob. Tan olaman.